Yulduz opa, sizga. Kollagen haqidagi mish-mishlarga tochka qo'yaman, ya'ni o'zimga qilib bugun ko'zinglarni oldinglarda o'zimni ko'kragimga kollagen quydiraman. 5 yildan 15 yilgacha ham turadi. Kanalda qizlar uchun ko'rsataman buni. Faqat zapros orqali kirsanglar bo'ladi. Jarayonni lekin videoga olishga ruxsat beraman. Ko'nglida ozgina bo'lsa ham shubha bo'lganlar uchun bu. O'sha shogirdlarim qilish boshlaydi. Ketdik. Qo'yib qo'ying so'qollarni. Yo'q, to'xtab turing. Betadin ham bor o'sha. Jim yotarkan. Ne yig'laysizlar qizlar? Tushunmayman. Men o'zi yaqinda narkoz olganman. Hozir yuragim cho't-cho't o'ynayapti. Baka o'zimdan ketib qolsam nima qilasizlar? Tayyormisizlar shunga? Tayyormiz. Bo'ldi. Anaqa tushundimki, kanyola yurganda yoqimsiz his bo'layapti. Bemorlardagi holatni o'zingiz cho'zib ko'rgingiz keldi. Patsientkalarimni ishonchiga yana bir bor kirish uchun baka o'zim joylashtirib boraman mamnun qilib. Samatsenkani ko'tarilib ketganini qaranglar, qizlar. Samatsenka bor-u, вообще. Qanday mendagi ustozlar bor sizlarga? Ha? Hech qayerda yo'q. O'zim model bo'lib bersam. Ha? O'zim mamnun qilib, o'zim tikib ko'rsatsam. Yana nima menga 5-6 ming dollar bermasdan 4 ming dollar beraman deysizlar. Yulduz opa, Yulduz opa, sizga. Panikaga tushmang. Dexametazon tayyorlang. Kofe ayting, achchiq kofe tayyorlashsin. Yulduz, o'ziga keling. Hozir o'tib ketadi. Tezlatinglar qizlar. Shunaqa qilib aldasham mumkin. Shuning uchun hamma narsaga ishonish kerak emas Instagramdagi. Bu degan holat. Bu normal emas. Это было шутка. Shunaqada shogirdlar panikaga tushish kerak emas. Да. Super taymda yoki taqiqardiya bormi yo'q bilib olinglar birinchi, yo kardiomevroz bo'lishi mumkin ba'zi birlarda. So'rab olinglar, shuning uchun kerak bo'ladi. Tushundinglar? Bular menga ancha yilga shogirdim bular, o'sha biladi, masterlik darajasiga yetgan. Instagram xalqi uchun esa xuddi shunaqa panikalar qilish mumkin, hamma, har xil. Shuning uchun ko'rganinglarga ishonavermanglar. Oynani ikkinchi tarafi ham bor. Xuddi manzur maqal ber.